Qonunchilikka ko'ra, jarima ballari 12 balldan oshganida haydovchi huquqdan mahrum etilishi belgilangan. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, quyidagilar uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha hisoblanadigan jarima ballari belgilangan miqdordan oshganligi uchun ma'muriy jazo qo'llanilishi, bunda belgilangan huquqbuzarliklar sodir etilganligi uchun transport vositasining haydovchisiga nisbatan mazkur huquqbuzarliklarda nazarda tutilgan asosiy jazo bilan birga jarima ballari hisoblanadi. Bunda sodir etilgan har bir huquqbuzarlik uchun hisoblanadigan jarima ballarining eng yuqori miqdori 2 balldan oshmasligi kerak. Jarima ballari belgilangan huquqbuzarliklardan biri birinchi marta sodir etilgan kundan e'tiboran 1 yil davomida hisoblab boriladi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar uchun hisoblangan jarima ballari 1 yil o'tgach transport vositasining haydovchisidan avtomatlashtirilgan tarzda yechiladi. Hisoblangan jarima ballari 1 yil davomida 12 balldan oshgan hollarda oxirgi sodir etilgan huquqbuzarlik uchun belgilangan tartibda qo'shimcha jazo tariqasida haydovchi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati 6 oydan kam bo'lmasligi belgilangan. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.